Endi bunisi ham mana o'smagan, buni ham ikkalasi bir xil. Qorni kattarib ketgan. 250 gramm bo'lgan 25 taga yetadi. Agar o'zini dozasi bo'yicha mayt etganda 5 gramm ursangiz, u 40 ta buzoqqa yetadi. Bizni bergan tavsiyalarimiz bilan kimdir chorvasida yaxshi o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, bir dildan duo qilib qo'ysa bo'ldi. Bo'g'oz qo'yga ham, bo'g'oz molga ham, bo'g'oz biyaga ham, eshakka ham, it mushukka ham hammasiga birday ishlaydi. San deydi qilgan ukolingga molni pulidan qimmat bo'lib ketdi-ku deydi. Bitta molni 3 martalik parazitdan tozalashiga общий narxi 20 ming so'mga tushadi. Bundan olasizmi? Ikkalasidan ham foyda qilsa bo'ladi, faqat 35 ming so'm, 40 ming so'mlik oddiy parazitni to'kadigan dorilardan to'g'ri qo'llanilsa, parazit o'lishini hisobiga buzoqning ichi ketishi ham to'xtaydi ham. Buzoqlarda birinchi navbatda o'sha alimentar distrofiya, modda almashinuvining buzilishi, vitamin yetishmovchiligidan ham shunaqa holatlar kelib chiqadi. Kimdir bozorga chiqib 20 million, 30 millionga bitta buqa oladi. Kimdirlar esa xuddi mana shunday buzoqdan ikkita olishadi. Olib kelganingizdan keyin qancha qaramang mol umuman o'smaydi. O'zi yosh buzoqlarni olgandan keyin nima qilish kerak? Uni qanday tezroq o'stirsa bo'ladi? Unga faqat ozuqani to'g'ri bersa o'zi o'sadimi? Yoki qanaqadir ishlari bormi? Bugun sizlar bilan o'sha haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum chorvador akalarimiz. Bitta mol olib ham, 10 ta mol olib ham foyda qila olmay qiynalib yurgan akalarimiz. Bugungi mavzu aynan sizlar uchun bo'ladi. Ya'ni aytib o'tib ketganimdek, xuddi mana shunday buzoqlardan hozirda bozorda taxminan 10 millionga olasiz shunday buzoqni, uyga olib kelasiz, ming harakat qilasiz, lekin buzoqlar o'smaydi. Qo'pol qilib aytganda osh bersangiz ham, manti bersangiz ham mol o'smaydi. Bunga asosiy sabab nimada degan chorvador akalarimizga Abduvohid akam bilan bugun assalomu alaykum aka. Assalomu. Kameraga so'rashib qo'yaylik. Biz o'zi har doim birgamiz, lekin obunachilarga alohida assalomu alaykum hurmatli chorvador akalarimiz, fermerlar hamda chorva ishqibozlari. Bugun sizlar bilan mana shu xo'jalikda buzoqlarda uchrovchi eng og'riqli joylari. Buzoqlar o'zgarmay qolishiga sabab nima? Ozuqadami yo boshqa narsadami? Hammasini to'lig'icha bir chekkadan gaplashib, tushuntirib berishga imkon qadar harakat qilamiz. Albatta. Aka, hozirgi mana shunday buzoqlarni menimcha bozordan 10 milliondan kamiga bermasa kerak. Narxlar oshib ketdi. Agar mana shunaqa formada eti yaxshi bo'lsa 12 million, 11 million atrofida. Endi baribir bular jaydar emas, zot aralashgan yoki zotli mol deyiladi. Bu o'zi zotdor, bu galishtin. Bu o'zi zotdor. Faqat holatni ko'ringlar, juda baligi chataq bo'lib ketgan desa ham bo'ladi. Nima sababdan aka bu o'zgarmagan tugul, o'zgarmash tugul, nabirat orqaga ketganga o'xshab turibdi-da. Buzoq. Endi buzoqlarda nima deydi? Xo'p. To'g'ridan to'g'ri eng og'riqli joyini boshlaymiz. Bir xillar mana yoshligidan har xil ozuqalarni boshqani vitaminlarni berib ko'radi, lekin mana shu buzoq ham xo'jalikda men bu xo'jalik bilaman, yeb ichishi ozuqa bo'yicha muammo yo'q, lekin buzoqda o'zgarish ham yo'q. Buni eng asosiy sababi buzoqda bunday orqa tomonni bemalol obzor qilib ko'rsatsangiz bo'ladi. Juda ko'pchilikda xo'jalikda uchraydigan holat buzoqlar mana shu holatga kelib qotib qoladi yoki bu holatga kelmasdan turib ham qorni pastga qarab osilib, juni tulamasdan shuna xurpayib qoladi. Xuddi meni bu buzoqlarim xuddi mana shunaqa bo'lgan aka. Qorni katta bo'ladi siz aytgandek, u yog'iga o'smaydi, qorni shib turaveradi. Ming ozuqa berganingiz bilan. Xuddi mana shunaqa holat ko'pchilikda bo'lgandan keyin molim o'zgarmayapti, boshqa deydi. Bunga biz o'zimiz boradigan xo'jaliklarda shu paytgacha yaxshi yechim qilib berganmiz. Bu masala shu xo'jalikda bo'lganiga bu yog'iga ham xudo xolasa bir chiroyli yechim qilib berishga keldik. Buni asosiy o'sha o'zgarmay qolishining sababini aytadigan bo'lsak, buzoqlarda birinchi navbatda o'sha alimentar distrofiya, modda almashinuvining buzilishi, vitamin yetishmovchiligidan ham shunaqa holatlar kelib chiqadi. Lekin eng katta, eng asosiy sababi bo'lsa, bu oshqozon ichak qurtlari, ya'ni ichak askaridasi. Shu buzoqlarda yoshligida gijjalardan tozalanmaganligi uchun, profilaktikalar qilinmaganligi uchun oshqozonda, ichaklarda o'sha gelmintozlar haddan tashqari ko'payib ketganning hisobiga oshqozoni kengayib, buzoq o'smasdan umuman o'zgarmaydi. Yeydi, ichadi, nima bersa ishtaha zo'r. Lekin badaniga yuqmaydi. Sababi ozuqadan ajragan energiyani hayvon emas, parazit hazm qiladi. Shuning uchun buzoqlarda mana shunaqa o'zgarmasdan qotib qolish holatlari juda ko'p kuzatiladi. Agar parazit bo'yicha kasallik juda jiddiylashadigan bo'lsa, ich ketish holatlari ham kuzatiladi. Ich ketganda ko'pchilik o'sha paytda Jamshid aka, ishda yuramiz, odamlar o'zi ukol qilishni biladiganlar aytdim, unda ukolni qiladi, boshqa qiladi, aytadi, aptekaga borib buzog'im ich ketyapti dedim.
buni ukolni ber, buni ber, qildim to'xtamayapti deydi. U parazitni hisobidan ichib ketgan buzoqqa antibiotikni millionlisini qilsangiz ham foydasi yo'q. Yo'q. Masalan, deylik, 100 ming so'mga bitta antibiotik oldi, buzoq qolib kelib 3 kun, 5 kun ukol qildi. Lekin ichi to'xtamayapti. Lekin uni o'rniga 35 ming so'm, 40 ming so'mlik oddiy parazitni to'kadigan dorilardan to'g'ri qo'llanilsa, parazit o'lishini hisobiga buzoqning ichi ketishi ham to'xtaydi ham. Sraz o'zgarishiga ta'sir qiladi. Endi u narsa menimcha faqat hayvonlarda emas, odamlarda ham, bizda ham yoshligimizda gijja degan narsa bo'lardi. Gijjangni to'ka, hozir ham bor. Gijjangni to'kadigan dori berish kerak. Ana sarimsoqdan ishlangan bunaqa dorilar bo'lardi. Mana yosh bolalarda ham bo'yi o'smayapti yoki bolam ishtahasi zo'r, shuncha yesa ham yuqmaydi yoki bolam ishtahasi ham yo'q deydi. Masalan, o'zimiz yoshligimizda tanishlarda bo'lgan yoki hozirda undan bundan eshitamiz. Olib borsa ham veterinar deb aytib o'sha shifokorga olib borsa ham sraz tekshiradi, boshqa qiladi, axlatini analiz oladi, boshqa qilib turib 70-80% holatda gijjadan, bolangiz ichida gijjasi ko'p deb diagnoz qo'yib beradi. Bu parazit masalasi nafaqat hayvonlarda emas, insonlarda ham tirik jon borki, parazit har doim tirik narsaga xavf soladi. Demak, bu gapingiz bilan xuddi mana shunday orqadagi mollardan olasizmi? Sal eti bor yoki boshqasi bor. Bundan olasizmi? Ikkalasidan ham foyda qilsa bo'ladi. Faqat ichki parazitiga va tashqi parazitlarga yaxshi kurashish kerak demoqchimisiz, Abdug'ob aka? Birinchi o'rinda manavi nima deydi, xalqda bitta maqol bor-ku. Temirda zang yeydi deydi, insonda dard yeydi deydi-ku. Hayvonda parazit yeydi. Hayvonda o'zgarmay qolishiga nimasi parazit. Mana shu ikkita oq tanani ko'rsating. Men operatsiya avgust oyida operatsiya bo'ldimi? Jamshid aka, Xorazm ketishimizdan oldin. Operatsiya bo'lishimdan bir kun oldin kelib mana shu nimalar ikkita oq tanaga 3 kurslik ukolni qilib tugatib berib ketganman. O'sha bular ham xuddi mana shunaqa holatda edi. Mana bu holatdamidi mana mollar ham? 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oy oldin kelib bunga vitaminni kompleksini qildim. O'sha gijjasiga hozir nima qilganimizni ham ko'rsatib, bularga qilib ko'rsatib beraman. Aka, mana shu odamlarda nima deydi, mana shu mavzuni tayyorlash uchun, solishtirish uchun именно mana shu xo'jalikda, to'g'risi egasiga aytmasdan, o'zim egasi surishtirmay nima ukol qilasan boshqa deb. Eksperiment sifatida mana shu 4 ta o'zgarmayotgan buzoqni ikkitasiga o'zim o'sha ishlatadigan ukoldan qildim, ikkitasiga hamma o'zi biladigan ishlatib bergan Ivermectin, Clozantel degan ukollardan foydalandim. Bulardagi rezultatni qarang-da, bulardagi rezultatni qarang. Endi bozorga olib chiqib buni sotsangiz qancha pul bo'ladi? Buni sotsangiz qancha pul bo'ladi? Yosh tengmi demak, hozir yoshi farq qiladimi? Yoshi teng, hammasi bitta fermadan olingan. Buni ham yosh teng, buni ham yosh teng. Faqat obunachilar o'sha kuzatib turgan tomoshabinlarga aytishimiz mumkin, kelib qolganingda, gap kelganda to'g'rilab olishing mumkin deb. Lekin men o'zim shu xo'jalikka Instagramga kirib qarasangiz, mana shu sigirni tug'dirgan videomiz bor. O'sha bularga ukol qilishga kelganda sigir to'lg'oq kelib qolgan, narigi tomonda tug'dirdik. Bu xo'jalikka eskidan kelib yuraman. Lekin sizlarga yana ham ishonchli bo'lish uchun, shu mavsum oldi sizlarga bitta yaxshi ma'lumot qilib berishimiz uchun hozir sizlarga ko'rsatadigan o'sha preparatimiz haqiqatan ishlagan, ishlamaganini sizlarga men o'zim isbotlab berish uchun mana shu ikkita oqiga o'zimning kompleksimda bu ikkitasiga bo'lsa xalq nimasida bilgan, xalq bilgan, o'zi doim qilib yuradigan jaydar ukollardan foydalanib qilib ketganman. Lekin hozirgi kunga kelib egasi telefon qilgani, "Uka, ana ukol qilib bergan buzoqlaring bor, shuni ektasini dedi, ichi o'tyapti" dedi. "Ham o'zgarishi yaxshi emas" dedi. Bildim qaysi birini ichi o'tayotganini, qaysi birini o'zgarishi yaxshi emasligini. O'sha narigi jaydar usulidan foydalanganimiz. Hozir bularga ham xudo xolasa, bularga nima qilingan bo'lsa, bularga ham shuni qilib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Bo'lmasa bitta qilib ko'rsatib beraylik va ta'rifini ham to'lig'icha tushuntirib beramiz. Nimaga aynan uni qilish kerak? Nimaga aynan ukol qilish kerak? Faqat senlar hamma joyda ukol qilib yuborishding. Ukol dori qilaverasanmi? deb turgan akalarimizga endi aka vitamin qilyapmiz, masalan ichki tashqi parazitiga qilyapmiz. Nimaga o'sha vitaminni oldinlari bilsangiz, mana shu temaga ham bitta qaytaylik. Negativ yozmasdan oldin, negativlarni o'ziga oldinlari masalan ukol dori qilmasa ham mollar o'zi katta bo'laverganda. Hozir unaqa emas. Aka, hozir buni men
nimaga o'sha paytda nima unaqa bo'lmagan, bunaqa bo'lmagan degan joyiga ochiqlaydigan bo'lsam, ozgina bizga kerak emas temaga aralashib qo'yamiz. Mayli, nima deydi, och qornim, tinch qulog'im, lekin oddiy jaydari nimada tushuntirib beraman. Avval shu ukollar bo'lmasa mol boqilgan-ku, boshqa deydi-ku. O'sha negativ yozayotgan insonlarga o'sha qo'lingdagi telefoning bo'lmagan-ku bundan bir 50 yil, 100 yil oldin. Lekin o'sha ota-bobong ukolsiz boqqan paytda ham ota-bobong lekin qo'lidagi telefoni bo'lmagan, ishi bitgan, kuni o'tganmi? Hamma narsa zamon talabiga qarab. Albatta. O'sha negativ yozayotganda qo'lingdagi telefon ham yozasan, negativ fikrlaringni jonga tegdi, qilding deydi, ukol qilaverib deydi, hamma narsa pul uchun deydi, dorilar reklama qilaverasan, maqsading reklama qilish deydi. Otam deydi, o'zi u aytayotgan otasini o'zi ko'rmagan. U tug'ilishidan oldin otasi hozir ko'karib ham chiqqan insonda, misol maysagayna. Lekin ota-bobomiz deb gapiradi. Balki qilmagandir o'sha, qilmagandir ham. Chunki hozir zamon talabi veterinariya agar e'tibor bersangiz, O'zbekistonda bunday bu yog'i kami bir 10 yil ichida veterinariya ham keskin darajada rivojlanib boryapti. Albatta. Zamon rivojlanyapti. Chorvaga bo'lgan e'tibor, chorvani shakllantirish haqidagi ishlar, to'g'risidagi ishlar hammasi rivojlanyapti. To'g'ri. O'sha ota-bobong ukol qilmagan bo'lsa, ota-bobong sen ishlatayotgan telefonni 100 yil oldin ishlatmagan-ku. Nega ishlatyapsan? Shunaqa savollarni berish kerak-da. Nimaga telefon ishlatyapsan desa, zamon talabi hammada bor-ku. Bunda ham zamon talabi, hamma narsa hozir qilish kerak bu narsani. Qilmasa bo'lmaydi. Endi bular to'g'ri dalalarga ham chiqqan yo'qda, faqat hozir zagonda boqiladi, boshqa yerda. Avvalgida boya aytganimizdek, hozir biz buni bir noldan nimaga avval yaxshi bo'lgan, hozir bunaqa desak, o'zimizga kerak emas temaga aralashib qo'yamiz. To'g'ri, to'g'ri. Bundan kerak emas, prosta biz birovga o'zimiz ishimizni отчет berishimiz ham shart emas. Bu ma'lumotimiz bizni tomosha qilib, hurmat qilib, shunchalik ishonib, videolarimizni qo'llab-quvvatlab, bizni bergan ma'lumotlarimizni chin dildan yaxshi ko'rib kuzatayotgan obunachilarimizga biz har doim yaxshi samara berayotgan ishlarimizni, natijalarni ko'rsatib olib chiqamiz aka. Bo'ldi. Bo'lmasa bitta narsa qilaylik aka. Hech kim qilmagan. Hali aptekada ukoldori qiladiganlarimiz aptekadagilar o'rtacha narxini ham aytayotgandik. Sizlar qilayotgan ukoling moldan qimmat tushadi deb turganlarga. Aka, shunga hayron qoldim-da. Obunachilar, masalan, sizlar ham mol boqasizlar, veterinar chaqirasizlarda, hozir biz qilgan ukolni ko'rsatib aytib o'tamiz. Mana shu sizlarni xo'jaliklaringni necha pulga bitadi? Chunki men narx-navo hozir yaxshi temani ko'tardik. Instagramda, YouTube'da video qo'yganimizda birorta hayvonni davolash bo'yicha mana shuni qilsangiz davolanadi deb ko'rsatsak, san deydi qilgan ukolingga molni pulidan qimmat bo'lib ketdi-ku deydi. Yo fikrlamasdan turib matematikani bilmasdan yozadi u odamlar. Dori-darmon narxini bilmasdan turib yozadi. Yo ular yashaydigan hududda narx-navo juda ham baland. O'shanga narxini ham aytib ketamiz. Narxi bo'yicha hozir preparatni o'zini veterinarda xizmat haqqi bilan men o'zim ishlash nimamda hammasini, masalan, Bo'kadan hozir bu xo'jalikka kelgunimizcha bir 7-8 kilometr yo'lni bosib keldik. Bo'kani Oqqo'rg'onga yaqin joydagi qishlog'i. Ana o'shani hozir men kelish vizipim necha pul bo'ladi? Bularga qilgan ukolim necha pul bo'ladi? Necha pul xizmat haqqi olaman? O'shani hammasigacha qiziq bo'lsa hozir batafsil tushuntirib o'tib ketamiz. Bo'ldi. Bo'lmasa boshladik. Birinchi bo'lib mana olaga, oq qoraga nima qilamiz aka? Hozir holati mana molimdek ko'rsating yaqinroq. Nima holat ko'ryapsiz hozir bunda va bularga qarshi nima qilamiz? Aka, birinchi o'rinda hozir o'sha ko'pchilik so'raydigan mavzu yana kuz keldi, mollarga, qo'ylarga nima qilish kerak? Qanaqa sezon keldi, nimaga e'tibor berish kerak deydi. Hozir mana xudo xolsa oktyabr oyida, bugun 7-oktyabrmi? 8-oktyabr bugun. 8-oktyabrda sizlar bilan suhbatlashib turibmiz. Hozirgi kundagi kuz mavsumini muammosi, har yilgi bo'ladigan muammo bu parazit muammosi. O'sha parazit muammosi bo'yicha mana bitta bizga nima deydi? Bemor deydimi? Bemor. Shu parazit bo'yicha bitta o'sha bemor. Buni hozir qanaqa tartibda nima qilinadi, nima qilsa to'g'ri bo'ladi, hammasini batafsil tushuntirib o'tamiz. Bo'ldi. Bo'pti. Bunga birinchi bo'lib, menimcha tashqi paraziti ham bor aka buni. Yo, faqat ichki. Tashqi parazit bo'yicha bir oy oldin ukollarni o'sha ivermektin, klozantinni qilganman. Qilgansiz. Buni hozir bu tashqi parazitdan bo'lsa, yunlari to'kilib,
tulab ketadi bu. Hmm. Juni qolmaydi badanda, bu ichki parazit. Ichki parazit qiynayapti. Tashqi parazit bo'yicha muammo yo'q bunda. Bo'ldi, bo'lmasa Bunda ichki parazitga bo'lmasa boshladik. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Men ushlab turaymi oldi? Ushlab tura olasizmi? Siz yomon Kanishni bo'lmaydi. aka, yo'q aka. Hozircha qaysarroq ekan, lekin iloji boricha eplashga harakat qilamiz. Hop, Iyagini tagidan qilsang bunday qilsamchi aka? bo'ladi. Mhm. Operatordan so'raymiz, bu yerga olib kelib ko'rsatsangiz. Xo'p. Bunga o'sha organizmda boya aytganimizdek modda almashinuvi buzilishi, vitamin yetishmovchiligi deganiga vitaminni kompleks ham qo'shib qo'ysak foydasi bo'lsa bor, ziyoni yo'q. Bunda o'zim ishlatadigan uni otlarga ham, qo'ylarga, molga ketaveradi. Polivitdan vitaminni kompleks. O'zi yo'riqnomasi bo'yicha bu buzoqlarga 5-4 gram qilinish kerak. Lekin vitaminda peredozirovka побочный effekt yo'q. Mana shu yaxshi o'zgarish uchun 10 gram qo'llayman. Qilinish tartibi muskuliga. Mana suyakni orqa tomonida dumg'azani tagiga urmaysizlar. Agar o'zlaringiz qo'l qilishni bilsangiz, payqa urmaysizlar. Payga nervga tushib qolsa, mana eng yaxshi suyakni orqa tomoni mana. Yengilgina kiradi mana. Vitamin ketdi. Xo'p, o'sha ikkinchi navbatda parazitni hozirgi kunda o'zim 1 yildan oshiq ishlatyapman. O'sha oq tanalarga ham o'sha rezultat bergan immunoparazitdan. Immunoparazitdan qo'llanishi rasxoti bo'yicha ham juda arzon, juda kam qo'llaniladi. Aka, birinchi qilvoying, keyin lekin o'zi qiynayapti-da buzoq. Endi veterinar bo'lish osonmi aka? Shuning uchun nimaga so'raysiz, nima deysiz? Aka, shogird kelmaydi sizga. Kelgani ketib qoladi. Immunoparazitdan birinchi inyeksiyaga 1 ml 5 kun oralatib 3 marta qilinadi. Har inyeksiyada 0.5 dan ko'tarib olib boriladi. Demak, hozir 1 ml qilsam 5 kundan keyin 1,5, 5 kundan keyin 2 ml muskul orasidan vitamin bilan va vitamin o'sha tempda faqat immunoparazitlarni dozalar ko'tarib olib boriladi. Bu ham muskul orasiga mana. O'sha yengilgina jo'natiladi. Bo'ldi shu. Bo'ldimi? Aha. To'g'ri. Aha. Endi bunisi ham mana o'smagan, buni ham ikkalasi bir xil. Qorni kattarib ketgan. Hozir shu bilan bo'ldimi, hozir boshqa hech narsa qilinmaydi? Bo'ldi mana shu. Hozir qarang. Ishni qilib olib keyin summa bo'yicha aytamizmi? Ha. Ukolda qo'ying, soyaga o'tib bemalol gaplashamiz. Bo'ldi. Ushlang, qani? Bismillah. Siz bugun menga shogird bo'lasiz. Keyin nega shogird kelib turib ketib qolishini yoki veterinarga uncha shogirdga kelmasligini Qochi. o'zingiz ozgina bo'lsa ham his qilasiz. Qani? Bo'ldi aka. Hoppa. Ukol qilayotgan umurtqani g'ijimlab olsangiz, mol ancha sizga bo'ysunadi. Bunga ham 10 ml, bunga mana 1 ml immunoparazitdan. Men qilinadigan ishlar shu. Bo'ldi. Shu xolos. Endi firmasi katta yoki meni molim ko'p deb turgan akalarimizga bu ikkitasini olib qo'yadigan bo'lsangiz ham, o'zingiz qo'l qilishni bilgan taqdiringizda ham polivit qancha, immunoparazitdan qancha? Birinchi aptekadagi narxini ayting, bo'pti. Aptekadagi narxi immunoparazitdan 40 ming so'm atrofida sotiladi. Nechta molga yetadi? Hozir men aytayotgan tartibda qilsa, ikkita molga bemalol yetadi. Qarang, birinchisida 1, ikkinchisida 1,5, 2,5 bo'ldimi? Uchinchisida 2 uriladi, 4,5. 4,5 9 ml. Mana shu bitta flakondagi 10 ml dan endi 1 ml qoladi. Bu bitta flakon ikkita molga 3 marta ukol qilishiga yetadi. Demak, bitta molni 3 martalik parazitdan tozalashiga общий narxi 20 ming so'mga tushadi. Demak, bitta nimasi ukoli agar dorini o'zi bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 6800 so'mdan tushadi har bitta ukoli. Qimmatmi arzonmi? Arzon aka. 20 ming so'mga bitta mol 6 oygacha bo'lgan muddatda ham hozir buni afzalligini ham aytaman. Har xil albendazol berasiz, klozantel qilgansiz. Yana shunaqa parazitga qarshi bir narsalar hamma o'zi biladi. Yoki bitta qaysi birgadir urg'u berib ishlab chiqaruvchiga qarshiligimiz yo'q, bizning hech kimga dushmanligimiz yo'q. Lekin bu immunoparazitdan o'sha albendazol yoki boshqa preparatlar uncha-munchaga tushira olmaydigan ichak askaridasi. O'sha lentasimon qurtlar bo'ladi. Uzun chiqadi o'sha. O'sha uzun. Siz bilan ko'rganimdek, ko'rmagan immunoparazitdan qilib bergan joyimda qo'chqorlardan tushgan edi. Ko'rgandim. Ana o'sha lentasimon chuvalchangda uncha-muncha preparat tushira olmaydi. Faqat u tabiiy ravishda e'tibor hammani boshidan o'tgan
qishin bilan mollar tulamasdan qiynalib qorni kiygan buzoqlar ham hammasi bahorgacha yetib oladi, ko'k o'tga chiqqanda hammasini ichi bitta o'tadi, ko'kka chiqqandan keyin 20 kun ichi o'tib mollar zo'r semirib ketadi. Hamma aytadi, ko'kni kuchi zo'rda. Yo'q, uni kuchi emas. U o'sha oziqni o'tda to'yimlilik hali pishmagani uchun u oshqozonga tushib, oshqozonda kislorod darajasi ko'tarilib ketadi. Ana o'shani hisobidan oshqozonda bijig'ish ko'paygan hisobidan o'sha askariydalar ular ham qisman zaharlanib to'kilib ketadi. O'shani hisobidan askariyda tushgandan keyin mol o'zgarishni boshlaydi. Lekin hammasi ham tushadi degan emas, yoki bunga o'xshab mana shu zagondan tashqariga chiqmaydigan, ko'kot yemaydigan buzoqlar bor, bunaqa sigirlar bor. Ularni nima qilish kerak degan savollaringga immunoparazitdan ana o'sha uncha-muncha parazitga qarshi ishlaydigan preparatlar qilib bera olmaydigan ishni sizlarga qilib beradi. Men o'zim praktikamdan 100% o'tgan. Siz ham hozir bu yoqdan chiqib agar o'sha yerdan video olamiz desangiz, bitta bo'rdoqiga buqa boqadigan klientim uyga olib boraman. U yoqda siz bilan kontent ham olganmiz. 4 chakani uyda. Alben ichirolmayapman, nima qilsa bo'ladi deganda, xuddi o'sha xo'jalikka boramiz, o'sha buqalarni so'ydirgan. Esingizda bo'lsa, Jamshid akam guvohlikda aytganman. Aka, mana shu immunoparazitni qilib beryapman, tashqi parazitga 3 ukol qilib bergan, vitamin qilib beryapman. Degandan keyin qachon bunga dedi, suyuqlik qaymog'ini ichqizaman albendazolni deganda, aka, bu xudo xolasa o'zini eplaydi, uni shart emas, og'zini ochib qiynalib ichqizsiz shart emas deganimda, zo'r ekan u degan. Unda mazza ekan, molni har safar qiynalaman dedi. Buqalar ham katta baquvvat edi. Qilib berdim 3 marta 5 kunlik, 7 kunlik oraliq bilan ukollarni qilib berdim. Yaqinda so'ydiribdi, 6 oy bo'lib tushungan, 6 oy boqdim dedi, kattaligini hisobiga. Yangi partiya olib kelibdi-da, uyga birinchi inyeksiyasiga bordim o'tgan hafta. Bugun borishimiz kerak. Aka dedim, qanday bo'ldi desam, 10 ta buqadan 10 tasi ham jigarida bir dona qurt chiqmadi uka dedi. Voy. Molda paraziti bo'lmagandan keyin ozuqadan ajragan energiya to'liq hazm bo'lganmi? Qassoblar dedi, mana shu molingiz 250 ta keladi, 250 taga pul sanayman degan joyda ko'nglim bo'lgan, so'ydirdim dedi, 285-290 kilo keldi. 40 kiloga adashyapti qassoblar. Bu yerda o'sha immunoparazitni maksimal tozalaganning ham hissasi bor. Undan tashqari stikerni chiqarib ketsangiz bo'ladi, hozir olmayapmiz. O'sha xo'jalikda lekin bor. Immunofor yedirganman o'sha mollarga, berdirtirganman. Bir kunda bir mahal egasiga aytib berdirtirganman. Immunofordan ham yegan. Ana o'sha tartibda hozir yana yangi mol olib keldi. Xuddi shu grafikni o'sha xo'jalikda ham qilib beryapman. Agar obunachilar immunoparazitdan bo'yicha chorvador akalarimiz birorta o'ylanish yoki ikkilanish bo'layotgan bo'lsa, men sizlarga o'zimga ishonganda ishonib ayta olaman, chunki 1 yildan oshiq bo'ldi ishlatayotganimga. Xudo xolasa ishlaydi, o'zini rezultatini ko'rsatadi. Ana shunaqa o'smayotgan buzoqlaringizga tishini g'itchillatayotgan sigirlar bo'ladi aka. Albin berdim, o'zgarmadi, tishini g'itchillatish qolmayapti deydi. 3 marta urasiz, tishini g'itchillatgani to'xtaydi. Faqat vitaminni kompleks bilan birga qilish kerak, chunki bunaqa o'zgarmay qolishining sababi tish g'itchillatishga vitaminning ham aloqasi bor. Tushunarli. Endi bu bo'g'oz mollarga qanday ta'sir yo'q? Bo'g'oz qo'yga ham, bo'g'oz molga ham, bo'g'oz biyaga ham, eshakka ham, it mushukka ham hammasiga birday ishlaydi. Bo'g'ozligiga umuman aloqasi yo'q. Bir xil mollarda endi biz veterinar bo'lganimizdan keyin har xil vizitlarda yuramiz. Mol 8 oylik bo'g'oz, parazitdan muammo bo'lyapti, iyagini tagi ishgan. Unga ivermektin, klozantel qilish xavfli. Chunki har bitta parazitga qarshi dorini yo'riqnomasida bo'g'ozligini oxirgi 3-oyligidan boshlab qo'llash mumkin emas degan. Bola tashlatib qo'yadi. Unga alben ish qiza olmasa, unga ivermektin, klozantel qila olmasa, nimadir qilish kerak? Mana xudo xolasa yechimi bor. Immunoparazitdan tug'ishiga 1 hafta qolgan molingizga qilsangiz ham bo'g'ozligiga umuman aloqasi yo'q. Mana shu hayvonning ichini maksimal darajada tozalab, parazitlarni tushirib beradi. Bu o'zimni shu kungacha praktikamdan o'tib kelayotgan narsa. Biz Jamshid akam bilan shuncha video chiqardik, boshqa qildik. Hamma o'zi kasallikda yoki bir profilaktik ishlarning mavsumi bo'lgani uchun immunoparazitlarning mavzusini biz kuzga olib qo'ygan edik. Mana xudo xolasa kuz fasli boshlandi. Tog'dan, yaylovlardan podalar, o'sha nimalar mana ichi o'tishimni ko'rsatib qo'ying mana. Ichida paraziti bo'lgandan keyin ozuqa yaxshi hazm bo'lmaydi mana. Gap isbot bilan boya aytdim, ichi o'tadi dedim parazitdan. Mana shu paraziti bo'lgancha ichi shunaqa keladi. Xuddi shu holatda. Xullas, boya aytmay qaytamiz, tog'dan
yaylovlardan mol, qo'y, ot, nimaiki jonliq bo'lsa qaytyapti, uylaringizga keldimi? Bosh qotyapti yoki veterinar chaqirib turib ishlatyapsiz yoki yaxshi rezultat olmayapsiz. Yoki o'zingiz ukolni qilishni bilsangiz ham vet aptekaga borib, mana shu immunoparazitlarni olib, yoniga bitta mana shu o'zim ko'p ishlataman, bu ham polivit, yashirmayman. Polivit bilan immunoparazitdan. Hozir narxini ham aytaman buni. Polivit ikkalasini olib turib, bemalol mollaringizga o'zingiz boya ko'rsatilgan joydan qo'llasangiz bo'ladi. Hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Molga allergik reaksiya bermaydi. Agar ignani nervga yoki payga urib qo'yib oqsatmasangiz, qolgan tomonlama bo'g'ozligiga, boshqaga umuman ziyoni yo'q. Zo'r. Agar nima deydi, ma'lumotlarimizga ishonib, shu joygacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, alohida sizlarga rahmat. Biz hozir agar yana ishlaymiz desangiz, narigi xo'jalikda ham bo'rdoqga qilinayotganda nima qilinadi, shu bo'rdoq temasi bo'yicha ham chiroyli video qilamiz. Shuning uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, foydali videolarni mana shunaqa qilib chiqarib borishga harakat qilamiz. Polivitni narxini bitta aytib o'tdik. Narx-navo bo'yicha buni bitta molga narxini aytib o'tdik. Polivit. Polivitni, xo'p, vet aptekalarda hozirgi kunda narxi yo 60 ming so'm, yo 65 ming so'm. Mana shu 250 talik. Bu nechta molga yetadi aka? Bu bunaqa buzoqdan bir 30 tasiga yetadi. 30 ta molga 65 ming so'm. Yo'q. Qarang, 10 grammdan qildik-ya hozir. 10 millilitrdan 250 gramm bo'lgan 25 taga yetadi. Agar o'zini dozasi bo'yicha men aytayotgandek 5 grammni ursangiz, u 40 ta buzoqqa yetadi bu. 5 dan urilganda 40 ta buzoqqa yetadi. O'sha veterinariy preparat undan ham ko'p emas. Bu yerda xizmat bor, dori-darmonlar qimmat emas, lekin bitta narsani men aytaman, veterinarda xizmati to'g'ri ketgan vaqtda qimmat bo'lishi mumkin. Lekin hozir men bu mollarga egasidan qancha olishim, qarang. Men dorini hisoblamayman, boshqa qilmayman-da, umumiy narxda hisoblayman. Hop. Mana shu ikkita ukolni qilib berishim, mana shu buzoqlarga egasiga xizmati-yu, mana shu qilingan preparatlar bilan 35-40 ming so'm atrofida mana shu qilgan xizmatimga olaman. Qilgan ukolim, mana shu ketgan dorim bilan 35 ming so'm, 40 ming so'm atrofida bitta molga ketdi. Bundan tashqari men keladigan vizipimga bo'kani ichida men bitta xo'jalikka vizit bo'lsa, borichim transport xarajati, o'sha vaqt hisoblanadi, klinik diagnostika bor. Hammasi o'pish ichida 50 ming so'm. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu tomonlarga endi sal chekara uzoqroq kelgan uchun 20 ming, 30 ming ustiga qo'shib aytiladi. Bu degani hozir deylik, bu xo'jalikdan 80 ming so'm men keldi ketdi diagnozim, konsultatsiyam, uni ketgan vaqtimga olsam, bu yog'idan 35 mingdan 70 ming so'm. 140 ming so'm shu xo'jalikdan olaman ekan. 140 ming so'm olinganda 3 marta keladigan bo'lsam 520 ming so'm bo'lyapti. 520 ming so'm 3 marta kelishimga. Endi bitta ukolga hisoblaylik 140 ming so'mdan. Keldi ketdi xarajati bilan bitta molga hisoblaydigan bo'lsa, mana shu buzoqqa 70 ming, 75 ming atrofida hozir xarajat qilindi. Endi bu bitta molda narxi 70-75 ming so'm turmasa kerak. Yo, shunaqa. Yarim kilo go'shtni puliga bitta yaxshi profilaktika ishi amalga oshirilyapti. Shunaqa aytib o'tganimizdek unaqa qimmat emas, faqat sizlarda qanaqa bilmadim, kommentariyaga yozib keting. Sizlarda bo'lganda kim qanchaga, mana shu agar biz qilgan ishda kim qanchaga qildiradi. Veterinar kelib, bu ham qiziq. Albatta. Biz qiziqamiz. Qaysi viloyatlaringizni yoz, men palonchi viloyatdanman yoki tumanlarni yozsangiz ham o'zimiz viloyatda o'zi qayerda, tumanni qaysi viloyatdanini bila olaman. Men shu tumandanman. Bizda bu xizmat narxi shuncha so'm bo'ladi deb yozsangiz, biz ham shunga qarab keyin ishimizni yo qimmat ishlatganimiz, yo normada yoki juda arzon ishlatganimizni o'zimiz hisob-kitobini chiqarib olamiz. Albatta. O'ylaymanki videomiz foydali bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqangi foydali videolar chiqarib boramiz va keyingi videolarimizda o'sha bo'rdoqiga boqilayotgan buqalarni ham chiqarib boramiz. O'ylaymanki videomiz foydali bo'ldi. Hammalaringga rahmat. Aka, sizga ham rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Yo'q, bizda mana shu chorvaga qiziquvchi, chorva bo'yicha bizdan ma'lumot kutayotgan insonlarga Alloh umr berib tursa, sog'lig'imiz mustahkam bo'lib, yaxshi kunlarda shunaqa ko'rishib turaveradigan bo'lsak, har doim yaxshi ma'lumotlar chiqarib borishni hech qachon erinamiz, charchamaymiz. Bizni bergan tavsiyalarimiz bilan kimdir chorvasida yaxshi o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, biz dildan duo qilib qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi. Bizga shuni o'zi yetadi. Rahmat, sog' bo'linglar.